Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hammaga alangali salom. Navbatdagi zinamizni videosini boshladik. Ko'rib baho berasizlar degan umiddamiz. Hop, bu zinamiz Andijon viloyatining Paxtabod tumanida qilingan, Passatning zini. Uyimizda общий ko'rinishi. Old ko'rinishi. Zinamizning qisqacha razmerlari bilan tanishtirib o'tishni boshlaymiz do'stlar. Общий 0 dan tepasi balandligi 1 metr, 6 stupenka tushgan, 15 ga 30 dan oddiy obishniy zina. Kiraverish mehmonxona. Bu yerda esa o'rtadan ikkinchi etaj chiqish hol. Hol deydimi? Shunday holatda. Shu gapalkasini buzdi buni. Endi esa ikkinchi etajga chiqadigan zinamiz. Bu yerdan kirib chap tarafdan boshlanadi. Birinchi stupenkasini qo'ydik. Buni ham qisqacha razmerlar bilan tanishtirib o'tamiz. Zinamiz shu qora chiziqdan boshlanadi. Birinchisi bu yerga qarab turib o'rtadan aylanasini chizib qo'yganmiz. O'rta aylana holati tushadi. Devor bo'ylab. Bu yo'q, mana ikkinchi etaj. Hurmatli obunachilar, kimda kim shunaqangi xizmatga kerak bo'ladigan bo'lsa, ofitsial telefon raqamlarimiz bor. Bemalol telefon qilib murojaat qilib so'rashingiz mumkin. Hammaga xayrli kun, yaxshi niyat tilaymiz. Bizni kuzatishda davom etasizlar va like, kommentariy aytmasdan. Zinamiz bitti. Şu balandlik 3 metr, 15 ga 30 dan 20 ta ustiga tushgan. Aylanlarimiz oldi 15 sm, orqasi 50 sm da. Bitonni quyib olsak bo'ldi, xudo xolisa. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hammaga alangali salom. Bizning navbatdagi ishimiz bitti. Kuzatib borishingiz mumkin, kuzatayotganini ko'rgan. Avvalgi videoda bundan bitmagan holatlar, qatqa jarayonlargacha videosini qo'yib borgandik. Mana bugun oxirgi kun bitonni quydik. Ko'rib baho berasizlar degan umidimiz. Zinamiz razmerlari 3 metr, balandligi 3 metr, 15 ga 30 sm dan 20 ta ustiga tushgan. Aylanasi oldi 13 sm dan tushgan. Orqa tarafi esa 50-60 dan bo'lib ketgan. Qadrli obunachilar, kimda shunaqa xizmat bo'ladigan bo'lsa, biz ofitsial telefon raqamlarimiz bor. Bemalol telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Sizning uchun ustoz xizmatingizda bo'lishadi. Cho'tki qilib xudo xolasa razmerlarni hammasini joyida qilib bitirib berishadi. Kuyashimiz yoqqan bo'lsa, like va kommentariy orqali qo'llab-quvvatlaysiz degan umidamiz. Obuna bo'lmaganlar esa obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar. Hammaga rahmat.